Hammasini boshlaymiz. Evet, hammaga salom bo'lsin. Siz bilan o'tirib bugun yangi ajoyib qiziqarli quvnoq yana bir open case videomizda siz a'zo bo'lasizlar. Shundoq qilib qarshilaman. Bugun akkauntimizda ko'rib turganingizda 50 mingdan oshiq UC'miz turibdi. Bu obunachimiz 50 ming UC oldilar va o'zlarining akkauntlarini sotib olgan ekanlar. Boshqa akkaunt sotib olishga, boshqa qilishga pul yo'q. O'shaning uchun yangi akkaunt ochib oldim. O'zlarining xohishlari, o'zlari xohlagan akkauntlarga biz 50 ming UC'miz bor va siz nimalarni ochishni xohlasangiz albatta o'sha akkauntlarni ochib beramiz dedik. Bu albatta konkursni yutib olgan obunachimiz va u obunachimiz nimalar so'raganlar? RP Shootcase Ultimate hamda sariq mifik kiyim bor o'shani debdilar. Sariq mifik kiyim bor o'shani. Sariq mifik qaysi edi? Menimcha mana shu. Xullas mana shuni RP ni va boshqa narsalarni birin-ketin ochib chiqaveramiz. Albatta do'stlar, like bosib qo'yinglar bu videoga, like. Akalar esdan chiqmasin, quloq solinglar menga. Like bosinglar bu videoga va albatta konkursda qolgan yutgan odamlarni, telefon yutganlarni, boshqasini hammasini qo'liga topshirilayotganini, ular kutib olishgan videolarni Telegram kanalga adziv qilib tashlaymiz. Ba'zi bir shubhalangan insonlar uchun hammasi chestni ekanligini isbotlaymiz albatta. Va albatta akalar, hozir biz videomizni boshlaymiz. Keyingi konkursimiz bilasizlar, Gentra qo'yiladi xudo xolisa keyingi konkursda. Shuning uchun aktiv bo'lib turasizlar Telegramda ham, boshqasida ham. Xo'p, ko'rib turganlarda men o'zimni eski jonajon uyimdaman. Akkauntlarim, mana IDlari xohlasanglar duruzga tashlab, bulardan so'rashinglar mumkin. Albatta o'zlari talab qilgan narsalarni ochib biz hammasini open case qilib beramiz hozir. Va bu orada kuchukcha 31 o'nishdan UC servisimizdan UC servis chiqarib ekran. Sizlarga ham UC kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta kontentlarimiz davomiy bo'lishi uchun UC sotib olmoqchi bo'lsangiz, bizdan sotib olsangiz xursand bo'lamiz. Birinchi bo'lib Real Pass so'raganlar, Real Passlarni olamiz. Albatta olamiz. Endi qolgan narsalarni sekin o'zlari ochib olaveradilar. Men bu yoqda o'zlari oladigan narsalarga nima deyapti bu 500 UC ga 500. 5 ochko. Tamom, yomon emas. Bu ham yomon emas. Bu yoqdan ham nimadir. Buni ham o'zlari tanlab oladilar. O'zlariga yoqqan narsani videoni ko'rgandan keyin sekingina, astagina olaveradilar akalar. Xo'p, undan tashqari hozir bu yerda nimalarni ochib berdiganlar hozir bir daqiqa. Shoot Scarel. Shoot bilan Scarel deganlar. Albatta shootni ochamiz. Undan keyin Ultimate ochamiz. Hattoki birinchi Ultimate ochib olaylik. Biz Ultimate'imizni ochaylik. Ultimate'ni o'zini menimcha xohlaganlar. Albatta like bosib qo'yinglar bu videoga. Birinchi o'ntaligimiz like bosganlar uchun va birinchi o'ntaligimizda yo'q. Ultimate akalar. Chunki bilasizlarmi nimaga Ultimate? Chunki like bosdinglar, sizlar like bosish bu safar esingizdan chiqmadi, sizlarning rostdan esingizdan chiqmadi. Muhim akalar. Like, kommentariyada sizlar konkursda hech narsa yuta olmaganmiz deb yozasizlar. Har doim bilaman, lekin yutib olish oson emas, chunki millionlarda 1%. Lekin mana savolda mana konkursda shuncha qatnashib yutmaganman desanglar-da, keyingi konkursda masalan men Gentra qo'ymoqchiman-da. Gentrani yutib olmoqchi bo'lgan odam qatnashib turib yutib olmaslik osonmi yoki qatnashmasdan turib yutib olmaslik? Nima dedim men hozir? Qatnashmagan odam umuman yutishga imkoniyati yo'q, lekin qatnashgan odam hech bo'lmasa 1000da 1 bo'lsa ham imkoniyati bor-da. O'shaning uchun qatnashib qo'yishga bir daqiqa ham vaqt yetmaydi. Bunaqa konkursda ko'rib turganingizdek hammasini tashlab beriladi akalar. Hammasi isboti bilan mana bo'lyapti. Va bu akamizga ham mana o'zlari xohlagan akkaunt. Farqi yo'q bizga. Birinchi level akkaunt ochib bermaydilarmi? Yutdilarmi bo'ldi, tashib beriladi akalar. Uvolku demaymiz biz. Shuncha UC'ni to'g'risi gapda. O'shaning uchun yaxshi materialimizni oldik. Hozir ko'ramiz endi qani nima bo'lar ekan. Dalshi open case'larimizni ko'rishni xohlasanglar kanalimizga obuna bo'lib qo'yishinglar ham esingizdan chiqmasin, chunki har kuni videolar chiqyapti bu orada. Kechagi safar streamerlar bilan iftorlik qilganimiz chiqdi. Undan keyin nima chiqdi? Arkada chiqdi. Arkada ham juda qiziq bo'lgan, lekin bilmayman, uncha ko'rilmadi. Dushanba bo'lgani uchun menimcha. Odatda dushanba kunlari video ko'rmaysizlarmi akalar? Sizlar qaysi kunlari qanaqa vaqtda video ko'rishni yoqtirasizlar? Shu haqida menga kommentariyada yozib ketinglar iltimos. Chunki har dushanba qanaqa qiziqarli video qo'ysang ham prosmotr kam bo'ladi-da. Dushanba kuni menimcha hech kim video ko'rmaydi. Menimcha deb o'ylab qoldim shundan keyin. Ko'pchilik, ya'ni hech kim nimaydi-da. Chunki dushanba kuni bilmayman qanaqadir wow degan anaqa bitta populyarность keldi. Albatta endi shuncha UC tashlagandan keyin populyarность ham mayli o'zlariga. Xohlasanglar menga tashlanglar, xohlasanglar. Bu orada battle boshlangan akalar, battlelarda ham o'tgan safar yomon yutib ketdik Tabaskoni, ayniqsa ko'rganlar bo'lsa kerak. Menimcha yorib oldik, streamda turib yorib oldik. Bu orada konkursda g'olibini ham streamda turib aniqladik. Hammasini streamda aniqlanyapti. Telegramda Bugattilar ham konkurs, mini konkurslar ham qilyapmiz. Yana ikkita Bugatti'm bor, menda atab qo'ygan podpischiklarga. Ularni ham mini konkurs qilib berib yuboramiz. Homiylar chiqishi bilan mini konkurslar qilib berib yuborishga tayyormiz. Bunaqa konkursda ham bo'lib turadi. Har doim Telegram kanalida nimadir sovg'alar o'ynaladi. Menimcha akalar buni ochishdan foyda
yo'qmikin ham deb o'ylab qoldim, chunki buni olaylik, buni necha yuz ishlatdik biz hozir o'sha hisobda 7 ta bo'ldimi? 7 ta bo'ldi. Yana ozgina ochaylik, Yana bitta materialgacha ochaylik, ana undan keyin to'xtatamiz. Yaxshi, so'mkani oldik. Mana yana bitta ochaylik deganimiz foyda bo'ldi. Amerni ham olsay degandim-da men. Hozir umuman Amerni ham ultimate'ni ham olganimizda biratimizni yanada xursand qilgan bo'lamiz albatta. Berar balki Amer. Ultimate'ni bersa undan ham zo'r. Masalan, 6 ta material foyda qilamiz-da endi ultimate'ni bersa, to'g'rimi? Lekin menimcha berish niyati yo'q. To'xtatamiz menimcha, chunki 100 siylar g'animat, har bir 100 siy g'animat. Bu yoqdan ham garant oldik. Men ochishimni bejiz emas edi. Xo'p, bu yoqdan hozir mana bunaqa qilamiz-da, buni olamiz. Buni olib turib, eng pastda mana bu materialni 4 ta olsak, ya'ni почти yarimta material bo'ladi. Bu yoqdan buni olamiz. Buni olamiz, 100% olamiz. Amerni olamiz va bitta materiallari qoldi. Bitta materialga nima fon olaylikmi? Birorta orqa fonlari bo'lsinmi yoki material olaylik? Tamam, material oldik, mayli. Material deganda haftalikdan ham materiallarni olib qo'yishimiz kerak. Materialni hozir biz shut ochamiz, lekin undan oldin sariq mifitskiy kiyimni ham deganlar. Sariq mifitskiy kiyim qaysi desanglar, akalar, mana men bittaga sariq mifitskiy, mana men mifitskiyni ham debdilar. Propust bilan bang'illatib ochaylik, balki tushib qolar, tezroq. Bu orada akalar bu birat ham ochmabdilar. Men shu videoga like bosganlar uchun men bitta sovg'amiz bor. Mana bunday bossanglar. Ichimga aytish yo'q, faqat like bosganlar uchun bu. 1 million bo'lish 10 siga. Qanday? 10 siga. 10 siga tushdi rostdan ham, ko'rdinglar akalar. 10 si. Juda chiroyli. 1 million bo'lish bilmayman, hali beri yana bitta kuchaytiriladigan rojamimizni oldik. Nasib qilmaydimi deyman, chunki podpiska bosishlar juda ham kamayib ketdi. Mayli, bosmayapsizlar, podpiska bilib turibman hammasini. Mayli. Kelishib olaylik akalar, sizlar menga podpiska bosinglar, men sizlarga ko'proq kontent chiqaray degandim. Chiqaryapman men kontentlarni, lekin podpiska bosmayapsizlar, kelisha olmayapmiz shu jihatdan. Yana bitta boshini berdi, yomon emas. Hop, garantlarimizdan ham buni olyapmiz. Ya bitta mifitskiy uchun mifik deb o'yladim, rostdan mifik deb o'yladim. Ber PUBG. Ber bizga shu mifikni. Yana bitta orужие oldi. Yo'q, chotki ketyapti lekin. Hop, nechta ekan mifitskiymi? 500 ta. Oha. Yana 2 ta ochishimiz kerak. Akalar, ochamiz. Bu kiyim ham zo'r kiyimida. No mifikni o'zini bersa ham zo'r bo'lardi bizga mana shu joyda-da, masalan. Balki PUBG berarsan mana shu mifikka. Material ham ishlayapmiz bir tomondan. Hech yomon emas, hech siqilmaymiz. Yaxshi, yana 40 ta. Yana bitta orужиemiz. Bu bekor achinmaymiz bu 100 yil, chunki ham moneta ko'p beryapti, ham material beryapti, albatta. Yana bitta ochar ekanmiz, oxirgisi. Voy, bitta. Bo'pti, bitta oxirgisi. Tamom. Hop, ana endi bu yoqdan mifitskiyimizni olamiz. O'zlari yoqtirgan mifitskiyni albatta. Podpisigimizni talablari biz uchun qonun va oxiri shut keysiga ham yetib keldik. Xudo xolasa shutni menimcha chiqara olsa kerak deb o'ylayman. Yaxshi, burun tushdi boshdanoq. Birinchi bo'lib obuna bo'lganlar uchun. Menga podpisatsiya, subscribe. Video ko'rayotganda podpiska bo'lish qiyin ekan. Ko'pchilik o'shaning uchun obuna bo'lmasa ekan, erinmanglar akalar. Hech ham erinmanglar deganda shutni. Oha, akalar, ko'rdinglar? Shutni o'zi skarlini, shutni o'zini so'ragan edilar. Birinchi o'ntalikni birinchisi yo'q. Ko'ryapsizlar akalar. Bunaqasi faqat bizda, keyin boshqalarda, albatta yoshlarda. Akalar, bilmadim, u normalniy boshlandi bu open case'imiz. Shut o'zini ham chiqarsak, bratga akkauntlarda ultimate bo'ladi, shut skarl bo'ladi, shut o'zi bo'ladi, mototsikli bo'ladi, yana kamiga-da, masalan, mifitskiy kiyimlar ochdik. RP ochdik, yana RP missiyalarini bajarib, bu yoqdan kelgan populyaristlarni akajonim o'zingiz esingizda, meni esimdan chiqib qolsa, akkaunt hozir battle ketyapti, juda ham poddeshkalar muhim. Bu arada bu safar men bunaqa narsalarni yig'mayman. Mayli, bu tursin, o'zlari keyingi ustiga boshqalar ishlatadilar. Skar. Yo'q. Shut o'zini ber, davay, shut o'zini. Graza berdi, yomon emas. Hatto donator levellarini ko'taryapmiz biz aka, 15-level bo'lib ketdilar. Davay, PUBG.
Ana shu joyda bizga shutni bersa yoki kiyimini bersa masalan shutda garantiyadan keyin shutni ham olamiz xudo xolasa. Nima deb o'ylaysizlar? Berammikin ha? DP berdi, yomon emas. Grazani DPni и shutni skaralini oldi. Shutni o'zini ham bersaydi. Oy, Mifitskiy bosh berdi, yaxshi. Bitta bosh kamida. Mana shu joyda bosh ham paydo bo'ldi akalar. Xo'sh. Yani kraskalar zo'r beryapti. Menga ham koshkiydi shunaqa kraskalar berib tashlasa deyman, chunki materialni ko'rgan bo'lsanglar, Instagramda editlar ham chiqib ketdi-yu. 170 ta 180 ta material yig'ilgan anu kichkina materiallardan. Kim bu? Kim edi bu? Discordga qaysidir kirisa kirdi akalar. Aha, hop. Fazani ovozi kolonkadan kelyapti. Qanday bunday? Fazani ovozi boshqa joydan kelyapti. Xullas, faza kirdi Discordga. Atlet to'xtab qolgan yo'lda ko'rishamiz. PUBG Verskarel. Skоворodka demadik, Skarel dedik. Lekin bermadi, mayli. Hop, davay. Balki vaqti kelgandir. Shutni ber. Yo, mana. Shutni ber. Ko'rdinglarmi akalar? Podpisligimizga o'ylagan narsalarni chiqaramiz deymi? Chiqaramiz. Biz yo'q, bo'ldi. Muammo yo'q. Hop, RP olindi, shoot case ochildi. Sariq mifik olindi, ultimate olindi. Shoot case'ini dalcha ochamiz menimcha. Mantiqan shoot kiyimini balki chiqarib yuborarmiz degan maqsadda yomon emas. Maqsadda shoot ochamiz va shoot levelini undan keyin ko'taramiz akalar. Men haftalikdan material olmadim hali. Nimadir berdi? Yaxshi, bosh beryapti, lekin kiyimini ham bersa bizga faqat boshini berib, shuncha boshni nima qilamiz-da, misol uchun. Hop, bir daqiqa, men Amitdan oldimmi? Material olibman-a menimcha. Yo, olmadimmi? Oldimmi? Oldimmi? Qani? Yo'q, olmanman. Oldimmi? Olmanmanmi? Ha, olmanman-da. Olibman-ku. Ha, bu orada do'stlar, hatto bratimizga mana bundan ochib qo'yaylikmikin, ha? Olib qo'yib bitta 10 talik tekinga ochadilar keyingi ultimate kelganda. Mana bundan 3 ta olsam keyingi оружие nima? AKM keladimi? AKMga bratga hatto kelajak uchun ham hattoki men qaranglar bunaqa odamni qayerdan topasizlar? Hozir to'xtanglar, men bitta ish qilaman. Kelajak uchun ham bratga anaqa yo'l ochib ketamiz. Bu yoqdan ham materialimizni olgan bo'ldik. Hozir men buni maydalayman akalar, chunki maydalash, yo'q. Maydalab olaman, kerakman. Bunday qilib maydalasak, 70 ta bo'ldimi? Hozir men 3 ta bo'lgandan keyin bo'ldi. Masalasi hal akalar. 80 ta bu yoqdan 2 ta bitta. Yo'q, to'xtaylik. Yana bitta ozgina ochaylik. Ish bor. Ishoninglar, menga ish bor. 4 ta hattoki olib qo'yaman-da. Nimadir o'zlariga yoqqan narsani olib oladilar-da, brat. Shutni oldik, skaralini oldik-da. Endi bu yog'i mana, mana. Ana endi qaranglar nima qilishimni. 120 ta, tamom. Bu yoqdan kiraman. Kelajak uchun, bratim, hatto men sizga shuncha narsani berib, yana kamiga kelajakda keladigan ultimate'ni ham deyarli mana bitta material olasiz bu yoqdan. Xohlasangiz ultimate'ni olasiz 6 ta materialga. Xohlasangiz оружиеni yoki yana nimadirlarni olasiz. Yana nima qilay, brat, sizga. Yana men nima qilay? Ayting, siz menga shuni yana nima qilay? Hop, shutni dalcha ochamiz bu yoqda, menimcha o'zi ikkitadan ultimate'ga sharoit qilib qo'ydi. Endi juda shotki. Yana bitta bosh tushdi, lekin men shuni o'rniga ham Mifitskiyni kiyimi bersaydi bizga bor, zo'r bo'ladi. Biror kiyim Mifik shut ber. Shut kiyimini hech bermayapti, lekin bu oralarda bu keysda shut kiyim uchun emas, lekin shut o'zini beryapti. Shu tomonidan yaxshi ekan, lekin hop, bizda adashmasam bitta olinmagan оружиеmiz ham qolib ketdi. Bu yoqda qaysi grazan oldi? Yo'q, hammasini olamiz. Tamom. Ber shut. Mayli, bitta material yo'qdan ko'ra. Hozir akalar dalish ochamiz. Shut hatto 5-level ham. Sani ovozing anaqadan kelyapti. Oti nima edi? Kolonkadan kelyapti. Hozir menimcha zapiska ham eshitmaydi sani ovozing. Nimadir deyapti mana bola. To'xtab tur endi hozir men shu open case tugatib olaylik. Menimcha bratga shutni 5-level qilib bera olaman deb o'ylab qoldim. Agarda hozir mana shu joyda bitta ochsam, shut chiqsa, masalan, yoki Skarel chiqsa, tars etib 10 ta kraska bera olmasa demoqchi edim, bera oldi.
Ya mayli, bu narsalari ham kerak bo'ladi-da, lekin PUBG kiyimini ber, shu kiyimini. Kiyimni, yo, kaska berdi. Mayli, kaska ham bo'lsin, birotta kaskalar yo'q edi o'zi kakras. Yani orada bir uchta orужие, masalan, shoot diskarlmi yoki shoot o'zini bersa ham zo'r bo'lardi, chunki anaqaga aylanardi-da, materialga. Mayli, chiqardik. Hop, 100 ham o'z nihoyasiga yetdi va bitta material, 16 ta materialimiz bor ekan. O'sha hisobda bu yoqdagi materiallarni ham birlashtirsak, hozir ikkita materialimiz bor ekan, buni ham olsak. Hop. Menimcha boshqa materiallar yo'q. Tamam. Hop, bu yoqdan kiramiz. Menimcha shutni akalar ko'tarildi. 5-level qilishga arziydimi? Arziydi. Shutni ko'taramiz akalar. Shutni ko'taramiz yana. Shutni yana bitta ko'taramiz. Va 5-level effekt papadaniya akalar. Effekt papadaniyaga ko'taramiz. 6-levelga ham bora olamizmi yoki? Yo'q, ikkita material ekan. No, 6 ta materiallar qoldi. Xohlasalar, yo'q, 4 ta materiallar. Hop. Nima desam, yo 6 ta qolganmi? 4 ta qolgan. Tamam. 4 ta qolgan bo'lsa, sizlar DPni to'g'ri qilishlari mumkin. Masalan, 4 ta anaqaga no shutlarini biz hozir juda chiroyli holatda anaqa qildik. Hozir men bunaqa holatga solib, buni ultimate'ni kiydirib, qo'llariga shutni berib, chotki holatga olib kelib qo'ydik deb o'ylayman, menimcha. Ko'rganinglarda akalar, donatorskiy akkaunt bo'ldi, biratda. Yana nimadirlar kam bo'lsa, endi RPdan boshqadan o'zlari, hatto RPlarni ham olib qo'yman. Oling endi RPlarni, 100 ham qovuradi o'zlariga. Hamma narsani olib tashlaylik, biratda ko'pgina narsa bo'lib tursin, kirganlarda xursand bo'ladilar. Mana akalar ko'rib turganlaringiz. Shu mana bu yoqdan donatorskiy leveldan ham nimadirlar beradi, shuncha narsa berar ekan. Oho. Bularni ham olasiz o'zingiz, akajonim mehribon. Bularni ham olasiz o'zingiz bilan sekin endi bir chekkadan to'g'rilab, ana qilib chiqasiz. Xullas, video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Like bosish, kanalga obuna bo'lish va kommentariyani portlatishni esingizdan chiqmasin. Keyingi video, keyingi videoda ko'rishguncha hammaga rahmat. Bye.